Mana Marg'ilon ko'rigi. Mana o'sha Ansor gastitsasining eng baland qavatiga chiqqandan mana ish jarayonlari yaxshi ketyapti. Hamma binolari tepa ko'rinishi hozir narigi tomondan ko'rsataman. Bugun yakshanba bo'lishiga qaramay hamma yo'q yaxshi. Hamma ishda akalarimiz ham ish qilishyapti mana. Yomg'ir demay, qor demay. Hamma ish jarayoni avjida. Mana bu tomonning ko'rinishi, xudo xolasa. Ishlar avjida ketyapti. Alloh akalarimizga, o'zimizga, hammamizga kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa. Sekin-sekin qo'yib boramiz videolarni. Bitish jarayonlari. Sizlarning uylaringda ham shunaqa sho'r paydo bo'lgan bo'lsa, bu divorlarda so'killar bo'ladi. Buni yo'qotishda bir usuli bor. O'zim tajribadan o'tganim uchun sizlarga maslahat beryapman. Buning uchun bizga xo'jalik mollariga, o'zmaylarga borganlaringda yelim degan narsa sotadi. Shu 2 xona, 3 xona uyga bemalol 2 kilo, 3 kilo olsangiz bo'ladi. U kilolar sotadi. Uni eritib, yaxshilab divorga suyuq holda kelganda divorga 2 qator cho'tkada yaxshilab berib yuboriladi. Yaxshilab berish kerak. Undan keyin Coca-Cola va ichadigan suvimizni yana bir qator berib yuboriladi. O'shanda bu sho'rimiz yo'qolmaydi-yu, lekin to'xtaydi sho'rlash. Sin parar, shake your body.